Magniy xlorid bilan aralashmasi bor ekan. 3 gram 3,93 gram ekan. Kumush xloridni cho'ktirish kerak ekan. Xlorid bilan magniy xloridni 3,93 gram aralashmasidan kumush xloridni cho'ktirish uchun. Ya'ni xlorid ioni kumush xlorid holida cho'kadi. Sertifikatdan tushdi, oq pag'a cho'kma bo'lib tushdi. Tushundingizmi? Demak, kumush xlorid, kaliy xlorid bilan magniy xlorid eritmasini, aralashmasini kumush xloridni cho'ktirish uchun deydi. Kumush nitratni 0,5 molarli 120 ml eritmasi sarflangan. Ya'ni jarayon qanday? Kaliy xloridda qo'shgan kumush nitratni almashtirish reaksiya mahsuloti qanday? Kumush xlorid bilan, правильно. Kumush xlorid plus kaliy nitrat. Ana endi qo'shamiz. Qaysisi? Magniy xloridmi? Magniy xloridda qo'shamiz kumush nitratni. Yana shunday. Nima chiqadi endi? Magniy nitrat bilan kumushni oldin yozing. Kumush xlorid cho'kma plus magniy nitrat. Magniy ekvivalentli bo'lgani uchun ikkisi bor, to'g'rimi? Mana bu joyga 2 qo'yamiz, u holda mana bu joyga 2 qo'yamiz. Reaksiyalar teng bo'lib turibdi. Mana bu ikkisi bo'lib 3,93 gram bo'ladi. Kim tushunmadi? Ana endi 0,5 molarli eritmasidan 120 ml sarflandi. Menga en kumush nitrat kerak. 120 ml deganimiz 0,12 litr degani. Necha mol? Molar konsentratsiyasi nechadi? 0,5 molarlimi? 0,5 mol taqsim litr degan u. Litr bilan litr qisqarib. Demak, 6 bo'ladi, to'g'rimi? Shunchaki nimaga qo'yamiz? Sistema tuzamiz. X, ya'ni tenglamani tenglab bo'lgandan keyin oldindan bir xil koeffitsient ko'paytirish mumkin. Men hammasini biradi, oldinda koeffitsentlari bir yozilmaydi, x ga ko'paytirib chiqdim. Tushundingizmi? Demak, mana bunga y qo'yaman. Men ularni deng emasligini bilmayman-ku, noma'lum. Shuning uchun mana y qo'yib chiqdim. Shunchaki bizda mana buni ikkisini yig'indisi 6 ekan. Tushundingizmi? X plus 2y teng 6. Keyin mana buni emeri 74,5. Bilamizmi qanday hisoblaymiz? 39 ga 35,5 ni qo'shib to'g'ri. Demak 74,5 ni x plus mana buni emeri 71,24 95. 95 y teng 3,93. Bizda so'rab turibdi, aralashmani tarkibini so'rab turibdi, to'g'rimi? Savol qanday? 69-masala, to'g'rimi? Xloridlar aralashmasining massa tarkibini aniqlang. Shu sistemani yechasizlar, x chiqadi, x ni 74,5 ga ko'paytirasizlar. Tushundingmi? Ishimizmi ya? Yuqorida 74,5 ga ko'paytirib qo'yinglar qani? 74,5 x plus 74,5 2 ga ko'paytirsak 149. 74,5 ni 6 ga ko'paytiringlar, 106 ga. 4,47 bo'lsa, yuqorida mana bundan yuqoridagidan pastdagidan ayirib, pastdagidan yuqorini ayiramiz. Qaysini ayiramiz? Davay. 4,47 dan 3,93 ni ayiramiz. 0,154 ha? Demak, 149 dan 95 ni ayiramiz. 54 y. X yo'qolib ketishini bilamiz, ha? Demak, y nechadan ekan? 100 dan 1 dan ekan. To'g'rimi? 100 dan 1 dan ekan. U holda mana bu massasi necha bo'ladi? 74,5 100 dan 1 bo'lsak. Kaliy xlorid 100 dan 1 ni ko'paytiramiz. Nechaga ko'paytiramiz? 74,5 mi? Necha bo'ladi? 0,745. Demak, massa magniy xlorid qolgani bo'ladi, to'g'rimi? Necha ekan? 3,93 dan ayirsangiz ham bo'ladi, bo'lmasa mana. Necha 95 yigirmadi? 0,95 mi? Nodir xato ketdi shu yerda. Mana shu holatda xato ketdimi bir narsa qara? Ha, men noto'g'ri ishlabman. Y 100 dan 1 ekan. Y 100 dan 1 ekan. Men yuqorgi misollar o'tib ketibman. Mana polni xato ishlatman. Demak, qaranglar. Demak, massa magniy xloridimiz teng ekan. 95 ni ko'paytiramiz 100 dan 1.
0,95. Varmış ne cevap? Ha? İlgitli kıymeti 100'den 1. Endi massa kalixlayt shuni qolgani bo'ladi. Massa kalixlayt topish uchun 3,93 dan ayiramiz 0,95 ni. 2 butun necha? 98 mi? Qo'y. Yozuvlar chiroyli bo'lib ketdi. Tushunib qo'yinglar. Tushundikmi? 100 gram bo'lgan perxlorid kislota eritmasini 1,6 milliardli eritmasi bor ekan. Birinchi etadigan ishimiz perxlorid kislotani novusini topish bo'ladi. Miqdorini. Molini topamiz. Bo'ladimi? Chunki mana konsentratsiya berildi-mi? O'zi novga mol topsa, o'zi yo'llanma beradi, to'g'rimi? Demak, birinchi navbatda bu eritmani topishimiz kerak. Bu eritma teng m taqsim r m ko'paytirib r. M taqsim r. Ko'p marta aytsanizlar vaqt m taqsim r m ko'paytirib r deb. Ya'ni ishlaganingizda formula aytyapmizlar, talaffuz etishinglar. Ha? Ki masalan to'g'rimi, xatomi deb, agar ko'paytiruvmi, bo'luvmi deb o'ylanadigan bo'lsam, aytib ko'ringlar. Tushundingizmi? Qaysi quloqni, ya'ni qaysi aytganing quloqni yaxshi chiroyli eshitsa shu bo'ladi. Chunki quloq doniydi. Tushundingizmi? Hammasini quloqni ham, ko'zni ham, kerak bo'lsa og'izni ham pamiti bor. Tushundingizmi? Ya'ni m taqsim r. Voy, o'chgan o'zgartirish kerak ekan. Yaxshi. Demak, massa 100 gram edi, to'g'rimi? 1,06. Hozir bu gram taqsim millilitr bo'lgan uchun javobimiz millida chiqadi, to'g'rimi? Demak, shuni ham mingga bo'lib bersak, nima chiqadi? Litrda chiqadimi? Demak, 1 bo'lingan 10,6 litr. Javob davom ettirmayman, hisob-kitob aytaman. Men nechun desam, men nonni ko'rib qoldim, 1,6 milliard degan so'zni ko'rib qoldim. Tushundingizmi? 1,06 o'xshash bo'lib turibdi. Ana endi molni topish uchun, endi H-xlor O4 ni topish uchun nima qilamiz? V ko'paytirilgan S molyar. To'g'rimi axir? Demak, ana, S dedim yoki S mi? 1 taqsim 10,6 ni ko'paytiraman. Nechaga? 1,6 ga. Necha chiqadi? Mana pastda 10 qolami? 10 dan 1. 0,10 dan 1 mol bor ekan. Kim tushunmadi? Endi shu eritmaga H-xlor bor bo'lgan, xlor O4 plus rux jarayon qanday bo'ladi? Rux perxlorid boradi. 1 vodorodni o'rnina rux borishi kerak. Rux 2 valentli. Shuning uchun 2 dona perxlorid kislota qoldiqini ushlaydi. Tushundikmi? Endi javobga qaraymiz. Eritmaning massasi necha gram degan. Javoblar bir-biridan uzoq. Yaqinmi? Pashta yaqin ekan. E'tibor beringlar. Yaqin ekan. Shuning uchun hosil bo'lgan tuzni massa ulushini toping. To'liq ishlaymiz. To'liq ishlaymiz. Endi diqqat qilinglar. Taxminan hisob-kitob aytganingizda ham 25 gram rux tekshiramiz, qaranglar. Mana bu 2 bo'ladi. Bu 0,10 dan 1 mol. To'g'rimi? Endi ruhni ham topib qo'yamiz. Endi ruh necha bo'ladi? 25 ni bo'lamiz 65 ga. Aynan shu ko'p chiqadi shu. Ko'rsatib turibdi. Ana. Da shuni hisob-kitob etmasangizlar ham bilsa bo'ladi diyecekmanda. 0,384. Ya'ni sizda imtihonda kalkulyator bo'lmaydi. Imtihonda kalkulyator bo'lmaydi. U 0,3 dan katta chiqishini sразу bilsa bo'ladi. 0,3 ga qarab ketdim, o'zi bo'ldi, ko'p u. Ko'p miqdori. Endi qaranglar, mayli 0,384 bo'lsa, endi tengla, demak dastlabki tushunding, to'g'rimi? Tenglamaga muvofiq 2, demak, nima hisoblasak shu 65 bo'ladi. Molda hisoblamadim, chunki eritmaning massasi so'ralib turibdi. Men 100 gram eritmaning ichine rux qo'shganman. Eritmamiz hech qachon 100 plus 25 125 bo'lmaydi. Tushundingizmi? Nima uchun desa, u eritmaga faqat erigan qismi o'tadi. Agar u ortiqcha olingan bo'lsa, u o'tmaydi. Tushundingizmi? Yana bizlarga nima kerak? Mana bu chiqib ketgan gaz ham kerak. 2 gram. Shuning uchun massada qo'ydim. Tushundikmi? Va bizlarga talab qo'yibdi, hosil bo'lgan tuzni massasi deydi. Demak, mana buni massasi ham kerak ekan. Tushundingizmi? Demak, mana buncha 99,5 edi. Chunki perxlorid kislota 100,5 edi. Qaysidir bir misolda ishladik. 99,5 bo'lsa, 99,5 2 ko'paytirsak necha bo'ladi? 65 ni qo'shamiz. Rostdan 199 chiqmaymi? Ha, 199 65 ni qo'shamiz.
264 ha? Emir 264 ekan da. Endi bize gördük ruh köp. Nima uchun köp desa 2'ga 1 nisbatda girishadi. Ha? 2'ga 1 nisbatda girishadi. 0,1 100'dan 5 nisbatda girishadi. To'g'rimi axir? E'tibor beringlar. Endi reaksiya bo'yicha qanday? 0,1 u holda mana buncha bo'ladi. Qaranglar. Yarmidan ham 10 marta kichik. 3,25. Demak, 100 gram suvda 25 gram erimagan. Sen shunchaki 25 gram sog'onsan. O 100 gram eritma. Uni faqat 3,25 gramini eritgan. Tushundikmi? Dashi. Agar bu test yozmish bo'lsa to'liq hammasini ishlash kerak. Perxlorat, ruh perxloratni ham hisoblash kerak. Lekin bu hozir test shu uchun to'xtab turamiz. Faqat kerak joyimizda ishlaymiz. Demak, mana bu 0,1 bo'ladi. Demak, eritmani massasini osongina topish mumkin. Massa eritma 100 plus 3,25 minus 1. Nima uchun minus 1? Chiqib ketgan vodorod gazini eritmadan ayirish kerak bo'ladi mana buni. Tushundikmi? U holda 102,25 gram. Qaysidir bir javobda bormi shu? Navda bir yerda xatolik ketdimi? Hisob kitoblarda. Yo'q, unda fikrlamayapti. Hozir biz ishida hisob kitoblarni yerinde xato etdik. Hozir men 65 ni sen doğru denglab ko'pmanmi? Doğru denglangan. 65 denglamagan muvofiq. Demak 65. Demak 2 dan 6,5 ni 3'e bölsek. 3,25 mi axir? 0,1 mana u. Shuda 0,1 ekan axir. Men 1 deb yozayapman. Tushundikmi? Demek 0,1 ekan bu. Demek 103,15. 103,15 degan agar boshqa variantlardan bo'lsa davom ettiramiz. Lekin bu masalada faqat bir javobda turibman, lutf to'xtatamiz. Hozir men sizlarga boshqa variantda ishlashga harakat deb o'rgatishim mumkin, lekin o'rgatmayman. Sababi miya ishlashga o'rganib qoladi. Bu ishlash kerak bo'lmagan masala. Sababi sizlarga testda vaqtim oz beriladi. Tushundikmi? Reaksiyalar nisbati 4'e 3 bo'lgan ikki eritmaning umumiy hajmi 28 litr. Demak, molekyular konsentratsiyalar nisbati 4'e 3 bo'lgan. İkki eritmaning umumiy hajmi 28 litr. Shunchaki qaranglar, jarayonni murakkablashtirish. Birinchi eritma, ikkinchi eritma. Tasavvur qil. Demak, bunda S1 bor, bu 1 bor. To'g'rimi? Bunda S2 bor, bu 2 bor. Tushundikmi axir? Konsentratsiyalar nisbati qanday? 4'e 3 dedi. Agar bu 4 bo'lsa, bu 3 deb turibdi. Va ikkisining umumiy hajmi-chi? 28. Agar bu x bo'lsa, bu necha bo'ladi? Ha, to'g'ri. 28 minus x. Tushundikmi? Nechligini bilamiz axir. Demak, agar mabodo, masalan, ruslar ikkimizda 10 ming so'm pul bor, menda 3 ming so'm bo'lsa, ruslardan necha so'm bo'ladi? Darrov kelishida. Yaxshi. Pulni anasini qanday tushunib to'g'ladilardan bolalar. Agar e'tibor beramiz, agar ikkala eritmada bir xil miqdorda modda erigan bo'lsa, demak mana buni molini topamiz. N teng 4x. Chunki s ko'paytirilgan bu axir. Demak 4x. Bunda n. N1, N2. 3 ko'paytirilgan 28 minus x. Teng. Necha bo'ladi? 84 minus 3x. Mana bu ikkisini teng deb turibdi. Tushundikmi axir? 4x teng 84 minus 3x. Tushundikmi? 3x bana o'tadi. 7x teng 84, x teng 12. X 12 ekan. Demak, mana bu 12 ekan, mana bu 16 ekan. Lekin savol chiqadi, savol. Savol qanday? Konsentratsiyasi katta eritmani hajmini toping desa 16 ni belgilaveradilar. Qaysi hajm ko'pda endi? Konsentratsiyasi qaysisini katta? Birinchimi, ikkinchinimi? Mana buni konsentratsiyasi katta. Demak, konsentratsiyasi katta bo'lganda hajmini belgilangan. 12 ml. Savol. Xuddi shu masalani o'zi konsentratsiyasi kichik bo'lganda hajmini belgilang dedi. Necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Tushundikmi? Keyingi masala 91. Demak, 91-masalada nima deb turibdi? 180 gram natriy gidroksid eritmasini molyar konsentratsiyasi 6 mol taqsim litr bo'lsa, eritmaning hajmini toping.
Demek ne berildi endi bu yerda? 6 mol taksim litrda, doğrumi? Omega natr gidroksid. Shunchaki berilganini yozamiz. M natr gidroksid eritmasi. Necha gram? Eritmasi. 180. Endi omega bor edi, ha? Omega teng necha? 0,2 mi? Yana berilgan. Ha, Sm, ha? Sm teng 6 mol taksim litr. Buni so'rab turibdimi? Может, formula qo'ysangiz ham bo'lar, lekin shunchaki oddiy fikrlar. Formula bilmasangiz chetasizlar, masalan. Oddiy fikrlaymiz. Agar men bodam mana buni molini topganimizda hajmi topilarmadi. Endi qaranglar. 180 gramni omegasi 0,2 bo'lsa, necha gram natr gidroksid erib turgan topsa bo'ladimi? Qanday topsa bo'ladi? Massa natr gidroksid topishni nima qilamiz? Shunchaki 180 ni ko'paytiramiz. 0,2 36 gram bo'ladi. Endi 36 gram bo'lgandan keyin uni miqdorini topsak bo'ladimi? Qanday topamiz? 36 ni chetamiz. 40 ga bo'lamiz. Ha, miqdor topish kerak. Endi natr gidroksid topishimiz uchun shunchaki 36 ni bo'lamiz. Nechaga? 56 ga emasmi? Yaxshi. 40 ga bo'lamiz. 0,9 mol. Endi xo'p, biz simallarni endi topdik. Endi qaranglar. Mana buni topib bilamizmi? S teng n taqsim bu. Bu teng n taqsim Sm. Xolasanizlar proporsiya. Demak, 1 litrda 6 mol. Bizda 0,9 mol. 0,15 mi? Bormi javob? Millilitr, ha? Demak, 0,15 litr teng 150 millilitr. Kim tushunmadi? Aslında 3 valentli metaldan tayyorlangan ekan. 3 valentli metal gidroksidini olib qo'shamiz. Sulfat. Sulfat satami? MiOH3 mi? Keyin eng kerak gap nima? E'tibor beringlar. Eng kerak gap nima? To'liq reaksiyaga kirish. To'liq reaksiyaga kirish uchun qanday bo'lishi kerak edi? Metal 3 valentli bo'lsa, mana buni tena 2 tushaman, mana bunday bo'lishi kerak edi. Oy, o'sha. 4 plus suv chiqishi kerak edi. Mana shu eng kerak gap shu bizga. 3 mol, mana bu 2 mol. Endi diqqat qilamiz. Bizlar aytib turibdi, 32,1 gram bilan ana shuncha hajmda. Demak, menga birinchi navbatda sulfat kislotani nimasi kerak? Moli kerak. Endi H2SO4 kerak. 900 millilitrmi? 900 millilitrmi yo 0,9 litrmi? Qaysini hisob kitob etamiz? 0,9 litr. 0,9 litr bo'lsa, shuni nechaga ko'paytiraman? Necha emirinchi on? Ya'ni molyar konsentratsiyasi 0,5 mi? 0,5 mol taqsim litr. 0,45 mol bo'ladi. Demak, mana bu ikki ko'paytirilgan x ta, ya'ni emiri x bo'lganda edi, bu bo'lar edi 3 mol bo'lar edi. Bu hozir 0,45. Bu esa necha gram? 32,1 gram. Shunchaki mana shu tenglamani yechamiz. X topishni nima qilamiz? X ni diagonali mahrajda turadi, to'g'rimi? 2 ko'paytirilgan 0,45. Suratda nima turadi? 3 ko'paytirilgan 32,1. Demak, diqqat qiladigan bo'lsam, mana bu bilan mana bu qisqaradi. Pastda 0,15 qoladi, ha? 0,3. Ya'ni 32,1 ni 0,3 ga bo'laman degan son qolib turibdi. Shunchaki bu 321 ni 3 ga bo'laman dedi. 107 ekan emiri. Ha? Tanishaq chiqartirma? OH3 ma'lummi? 51 mi? Necha bo'ladi? 17 uncha ko'paytsak. 51 mi? Shuni 51 ni ayiramiz. 56 qoladi. Metal qaysi ekan? Kim tushunmadi? Masala oson. Nima dedi? Konsentratsiyasi 0,5 mol taqsim litr bo'lgan amonyak eritmasini dissotsialanish darajasini toping dedi. Demak, smolyar teng 0,5 mol taqsim litr. Kadis necha? 6. Endi qaranglar, kadis bilan smolyarni bog'laydigan formula bor. Kadis teng smolyar ko'paytirilgan alfa kvadrat. Bizdan nima so'rab turibdi? Alfa so'rab turibdi. Dissotsialanish darajasi so'ralganmi? Shunchaki mana formula. Mana formuladan alfani chiqarib olish kerak. Alfa kvadrat teng, qaranglar, shunchaki alfa kvadrat teng
Kadis taksim simalyar. Doğru mu axı? Alfa tapışını qılamiz. İldizdən çıxarıveramiz. Demək, alfa teng ildız astında kadis taksim simalyar duradi. Oddiy bir formula çıxıb turibdi. Demek kadis 2 köpekle 10 derece minus 6'nı bölemem 0,5'e. Ha? 2'ni 0,5'e bölsem çıkar 4 köpekle 10 derece minus 6. Mən bunu ildizdən çıxarışını öyrənib alalıq. Köpək tutumu her bir kısmını ildizdən çıxaramız. 4'ten 2 çıkadı. 10 derece minus 6'dan 10 derece minus 3 çıkadı. 2 köpekle 10 derece minus 3 eken. Şimdi faizde sorağan doğru mu? Faizde soran olsa şimdi 100 faize köpektir balamız. Şundan faiz ötü balamız. Demek 0,2 mi? Şunu demez mi? Çünkü ben bu sanını 2 bütün 10 derece minus 3'ünü köpektir ama 10 derece 2'ye faiz 100 faize köpektir şunun için. O halda 2 köpektirilgen 10 derece minus 1 kaladı. Bu degeni 0,2 degeni. Kim düşünmedi? ...95. Demek etibar veremiz. 2 litre 0,4 milyarlı HX. Yani bu ne oldu bu düşünemiz? Bir negizli kislata. X ne olurken de bilmeyiz. Lekin bir negizlerken de bilemiz. Şimdi eritmeside kislata hisobiga hosil bo'lgan zarrachalar Avogadro soniga teng. Bo'lsa, HX kislotaning dissosiyatsiya darajasini toping. Yaxshilab o'qish kerak. E'tibor beringlar. 2 litre 0,4 milyarlı. Başlayıp görelim. 2 litre NHX 2 litre 0,4 milyarlı. 0,4 mol taksim litre. Milyarlı degeni mol degeni emas. Mol taksim litre degeni. 0,8 mol eken. Şimdi HX'ni yollara ajratamiz. H plus X üstü minus olib ajraladi. Tushundingizlarmi? Endi aytadi, Avogadro soniga teng deydi. Avogadro soniga teng degani 1 Na yoki 1 mol. Tushundingizlarmi? Ya'ni Avogadro soni desa u uzoqqa ketib qolmaydi. Avogadro soniga teng desa 1 mol degan. Demak, kislota hisobiga hosil bo'lgan zarrachalar soni shunday ekan. Tushundikmi? Kislota hisobiga hosil bo'lgan zarrachalar soni 1 ekan. Endi qaranglar, dastlab 0,8 bor edi. Deylik, Y miqdorda dissosiyalanadi. O halda mana bu Y bo'ladi, mana bu Y bo'ladi. Bir de kislota hisobiga hosil bo'lgan zarrachalar soni. Ya'ni jami kislotani so'rab turibdimi yoki bo'lmasa ionlarni so'rab turibdimi? Ionlar 1 mi yoki hammasi bu 1 mi? Ya'ni mana bu ikki holatni ko'rish kerakdan qaranglarlik. Mana bu, mana. Hammasini qo'shsangizlar 1 mi deydi yoki bo'lmasa deydi. Y plus Y teng 1 mi deydi. Görürüz. Demek neçe oldu hazır? Y minus Y plus bo'lsa 0 bo'lib ketadi. 0,8 ga Y ni qo'shsangiz 1 ekan. O holda Y necha bo'ladi? 0,2 bo'ladi. Tushundingizlarmi? O holda Y 0,2 bo'ladi. Bu holda Y 0,5 bo'ladi. Tushundingizlarmi? Agar mana bu vaziyat bo'lganda Y 0,5 bo'lardi. Ko'ralgan qaysini nazarda tutgan. Demak, dissosiyalanish darajasi so'ralganmiz. Alfani topish uchun, alfa degan nima bu? Dissosiyalanish daraja bu. Demak, ionlarga ajralgan molekulalar sonini suvda erigan molekulalar soniga nisbat. Ya'ni 0,2 ionlar ajraldi, lekin aslida 0,4, 0,8 bor edi. 0,8. 4 dan 1 degan javob chiqishi kerak. Tushundingizlarmi? Ha, 4 dan 1. Agar mabodo arka variant to'g'ri bo'lganda nechga bo'ladi? U holda alfa teng 0,5 taqsim 0,8 bo'ladi. Hali men baxtingizda 8 dan 5 degan javob yo'q. Shuni xulosalasizlar, ya'ni sizlar bilmaysizlar deylik. Aniq bilmaysizlar, ikki variant ham ko'rdingizlarmi? Demak, jami zarracha nazarda tutilgan bo'lmas va bu ham emas. Tushundingizlarmi? Jami zarracha nazarda tutilgan. Ya'ni qanday zarracha nazarda tutildi desa, hosil bo'lgan ionlar va dissosiyalanmasdan ortib qolgan kislota ham umumiy zarrachaning ichida turibdi. Tushundingizlarmi? Kislotadan hosil bo'lgan zarracha. Ya'ni nima uchun aynan kislotadan hosil bo'lgan zarracha dedi? Sababi suv ham bor. Suvni hisob olmayapti. Shuning uchun. Tushundikmi?
2 valentli metal sülfati suvda eritilib 250 ml eritme alındı. Tushundik mi? Keyin olingan eritmada metal va sülfat yo'llarining konsentratsiyalari yig'indisi 1,10 yig'indi. 1,6 mol taqsim litr. To'g'rimi? Endi shunchaki metal sülfatni nima qilamiz? Yo'llarga ajratamiz. Metal plus sülfat. To'g'rimi? Mana endi nima qilamiz? 30,4 gram ekan. Bizdan metalni aniqlang degan. Gidroliz hisobga olinmasdan alfa 1. Ya'ni to'liq dissotsiyalanadi, gidrolizlanishga chalg'imanga degan. Bu qachon kerak bizga? Gidroliz temasini o'rganganimizda kerak bo'ladi. Endi 1 litr eritmada 1,6 mol bor deb turibdi. Tushundingizlarmi? Bizda 0,25 litr bor. O holda 4 marta kichkina. 0,4 mi? 0,4 mol bor. Endi diqqat qilamiz. Mana bu tuzdan 30,4 gram boradi. 30,4 gram bo'lganda jami ikkisi bo'lib 0,4 mol chiqibdi. Tenglamaga muvofiq necha mol chiqishi kerak edi? 2 mol chiqishi kerak edi. Ya'ni bundan 1 chiqishi kerak edi, to'g'rimi? Mana bu 2 bo'lganda, mana buni emir necha bo'ladi deb savol berib turibdi-dan. Tushundingizlarmi? Demak, 304 ta 4 bo'lsa, yarmi bo'ladi, 152 bo'ladi. Tushundikmi? Demak, AR metalni topacakmizmi? O holda 152 dan ayirib tashlaymiz 96 ni. 56 mi? Demak, bam temir ekan. Qaysi temir chiqadi? Demak, A javob to'g'ri. Kim tushunmadi?